ekan, hurmatli obunachilar. Mana bu damma degan joyga yetib keldik. Bu damolaydigan joyimizda damolaydigan odamlar kelishgan suvni bo'yi akalar. Bemalol baliqni tutib, baliq tutgandan keyin ichkariga kirib, rajalar bor, hamma yoq zo'r. Bemalol yotaverasizlar. Hozir mana baliq tutib turibdi akamiz. Mana yotoq joylari bor, suvlar, po'rlar, hamma yoqlar bor. Bemalol kelaverasizlar aka. Mana hozir baliq ko'rsataman. Sayohatchilarimiz kelishgan, sizga ularga ham ekskursiya berdik, xudo xolasa, taassurotlar zo'r. Endi bu mana Almata chapga o'tirib bizlarga bemalol kelaverasizlar. Naryoqda cho'miladigan joylari ham bor. Ba'zida endi cho'milish mumkin emas ekan, shuning uchun baliq tutib o'tiribmiz. Ba'zida bemalol kelaverasizlar. Yotali, hamma yo'llar bor. Oilaviy kelgan zo'r joylar bor aka. Bemalol kelaverasizlar. Baliqni ko'rsatib yuboray. Baliqlar Hozir cho'milish mumkin emasmi? cho'milish mumkin emas, lekin naryoqga borsalar aka, yosh bolalar uchun cho'milgan joylar ham bor. Endi Bitta ko'rinmaydi. sonli videolarni ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar.